Medik tanishinglar sizlar deyam. Hozir o'qiyotganlari bo'ladi-yu, bilasizlarmi? Shu kimyo degan fanni Mendeleyevdan ham ko'ra yaxshi biladi, ammo eng yomon ko'rgan fani ham kimyoda emas. Men pocherkiga maza qila olaman-da, mana shu qadimgi braziliyanchada yozyaptimi ham deyveraman-da, qarayman. Oshna bu hech shu yashinggacha bir husn xatosi ham to'ldirmading, bir raskraska bo'yganingni ham u darajada o'p ketmassan. Yo, biz ko'p yozamiz, shuni o'qib ketadi-da deydi. Mana tovuqni oyog'ini siyohga botirib list ustiga qo'yib yuborgandek bo'ladi-da. Adashib aytib yuboribman lekin oldi. Yo'talyapman, istamayam kerak, nimadan ekan desam, bronxit, pnevmoniya, astma, kron kasalligi, o'pka saratoni, infeksion kasalligi tehta dedim, tehta. Sen indamasan peshinga chiqaverasan shekilli dedim. Gripp dechim, desam gripp deyapti. Hamma mana shunaqa o'zimiz qadrdon kasallar desam, gripp ham qadrdon emas, bir paytlar 1 millionlab odamlar o'lgan grippdan deydi. U paytlar isirigan bo'lmaganmi men tushunishim bor. Chunki yoshligimda mana shu gripp bo'lib qolsam, shu Peredoz o'pmagunimcha sira hid etishardi menga. Piyozni choyga tegizib ham yeb o'tira olardim-da, aldashgan.